30% ham emas, yangi Toshkentni. Bundan yana 2-3 ta taxlasa, keyin yangi Toshkentni butun kartasi chiqadi-da. Men qurilishimni 26 oxirigacha bitqizaman. Men nimaga 27 oxiri deganman? Chunki bu yerda kommunikatsiyani ham o'ziga o'zi tortish degan narsa yo'q. 2 gektar bog', menejerlar aytgan bog' mana shu bo'ladi. O'zi 435 ta kvartira bo'lsa, 435 ta parkovka mavjud. Biriga bir hisoblanadi. Pul masalasi, narx masalasida eng chiroylisi sizlarniki. 1,5 oy. Lekin may oxirigacha buni ham o'sha 8-etaj qilib betonni tugatamiz. May oxirigacha? Ha, may oxirigacha. Toshkentda Qo'yluda qurgan obyektimni olsam, o'zim tortib kelganman. 5,5 kilometrni sim tortib keldim. 82 metrdan o'zim suv olib chiqdim. Kanalizatsiyasini o'zim qildim. O'zi dom qurib bo'lyapti. Pasti tugadi, bizada ishonch baland. Bu yerdan 4 ta bir xona, 2 ta xona oldik. Jami 5 ta oldik. Bugun yangi Toshkentdamiz. Yangi Toshkentda Ostona loyihamizning o'zini, yangi Toshkent qonuniy ma'lumotlarini kelgan mijozlar bilan bo'lishga harakat qilamiz. Hozir turgan joy Uvano dirijabil turgan joyda hokimiyatlar yonib kelayotgan edi, o'ng qo'lda institutlar bor edi. Mana bu yerda chap qo'lda ani baland qilib UET Construction boshlagan binolar mana sentralniy yo'ldan kirib keldik. Hozir bizlar qurayotgan loyiha mana shu joy. Mana shu G образный bizning joy. Mana bu yerda yuridik kollej, texnikum. Mana bu binolar o'zimizdaniki bo'lsa, mana bu yerda aytganimizda 2 gektar bog'. Olganlar bo'lsa, menejerlar aytgan bog' mana shu bo'ladi. Общий game planda ham mana shu bog' bo'lib turibdi. Bu yo'l, mana betonka bo'lsa, yo'l u yoq betida. U yoq betiga keyinchalik yana lotli qilib chiqarishyapti, bo'tlarni ham, bo'tliga ham anaqagacha Olimpiyskiy garodokgacha yangi Toshkent bo'ladi. Agar saytini ochib ko'rgan bo'lsanglar, bu maket Telekom emasda, bu maket 30% ham emasda yangi Toshkent. Bundan yana 2-3 ta taxlasa, keyin yangi Toshkentni butun kartasi chiqadi-da. Bu o'sha birinchi loti. Mana shu birinchi bitqizish kerak bo'lgan narsa shu yerda bo'ladi. Ani baland bino quriladi degan u yoqda fontan ko'rsatgan, anaqa 3-o'rindan 5-o'rinda dunyoda bo'ladigan fontan shaqqa tushadi. Bu yog'iga ham, bunaqasiga ham sentralniy yo'l bo'ladi. O'rtasidan. Mana metro hozir yoqqanimizda ko'rinadi, metro o'sha yerdan o'tgan bo'ladi. Bizdan 1 kilometrmi shunaqa bo'ladi. Metroning liniyasigacha. Anaqa stadion yaqinda anaqasini boshlab ketishdi qurilishini. Ostona hozir menmidi? Ostona mana menmi? İşte. Ha. Mana 1, 2, 3. Endi bu yerda meni maketimni qo'yishmagan, o'ziga primerni qilishgan, no gabaritlar to'g'ri tushgan bu. O'zi nimalar joylashgan? Mana bu yuridik texnikum. Endi bu yoqda jiloylar bo'ladi. Mana bu o'z shahar qurilish invest hozir qurayotgan. Metro o'sha anaqada bo'ladi. O'rtasida bo'ladi. Mana hozir ikkita bir xil tushayotgan bino baland o'sha betgan sacha qurayotganda o'xshayapti. Ha, ular endi bir xil qilib qo'yilmaganda, mana meniki mana bitta P-obrazga turgan bo'lsa, bularda to'rtburchak turibdi-da. U yerda mana mashitlarda turibdi-da, u yerda hozir. Aniq qaysi anaqa bino işte. Menimi? Endi bilmayman, hali boshlanmagan bular. Bu yerda administratsiyalar bo'ladi-da. Davlatdan markazlar, ha. Mana Mametli polni jiloy mana ketyapti. Mana bu yoqda Dream City proyekti tuzgan. Endi ularning proyekti bunaqa emas. İçinden iskusunlu ozero o'tkazishyapti, mana shunaqa narsalar bo'lyapti. Men kanalga ulab yuborishadi keyin. Mana shu daryoni olib kirib, ayollardan kelib, aylanib chiqib ketadi, mana shu yerdan chiqib ketadi keyin. Butun anaqani ichida aylanadi, yangi Toshkent ichida. Proyekt qachonga bitadi aka, полностью? Men birinchi lotini o'zi keyingi yil oxirigacha deyishyapti. Birinchi lot deganda mana bunaqa sentralniy yo'llarning yuzi bor-ku. Polniy mana shunaqa. Ana yoqqacha bitqizdi deyishyapti-da. Endi men bilan misol boshlamadi. Yani ichkarida narsalar bor. Mana bu yerda mana Sharq bahori. Mana bu ham Sharq bahori. Bular o'zi ko'rdingiz, bitqizyapti. Institutlarni institut mana sentyabrda ochishadi. Bu institut bor.
Qurilayotgan bu yerda. Ha, mana yo'lda qurilayotgan. Kutubxona bilan institut sentyabrda ochiladi. Yana bitta institut Westminster bo'ladi. Bizani bu yog'imizdan ham yo'l tushadi. Bu yog'imizda ham yo'l turibdi. Mana bu mana shu direksiyada ishlaydigan ko'p xodimlarning o'zini ham olgan sababi, misol qaysi tomonga yursam ham razvedka yaqin ekan sizda deyapti-da. Misol obyektim bu yog'idan chiqib shaharga kirib ketaman, Yangi Toshkentga kirib ketaman, kirib ketadi. Eski Toshkentga chiqib ketaman desa, mana bunday chiqib, mana bu yerdan kirib, ketdi eski Toshkentga. Razvedkalarni katta Dubaylarda o'tdi, borsangiz 3-4 kilometrda razvorot bo'ladi-yu. Bu yerda ham shunaqa bo'lyapti-da. Hamma joyda ham bunda razvorot qilib ketdim, orqaga bo'lmaydi-da. Razvedka. 4 ta tomonga ketaman desa, mana shu yerdan chiqib keta oladi-da hozir. 300 metr u yoqqa, 300 metr bu yoqqa yurib, tog'ga ketaman, tog'ga, Sergeliga ketaman, Sergeliga, Yangi Toshkent, Eski Toshkent hammasini razvedkasida turibdi. Mana bu anaqa liniyalar turibdi-yu, mana bu yerda podzemniy o'tib ketadi Eski Toshkentga. Anaqa. Mana bu yerda most tushadi oldimizdagi joyda. Mana bu yoqqa hozir maketni boshlab turibdi, anaqa plan qilishyapti. Mol qilishmoqchi. Mana shu joyni. Nima savollar bor yana? Metro qirqmoqda. Metro mana shu o'rtadan o'tadi. Ana shu hamma yurgandim oqib. Qaysi? O'rtada yuribdi. Tramvay. Podzemniy parkinglarda vohma bor, butun shahar yer tagida yuradi degan videolar unaqa emas. Mana anaqa katta xiyobonlarning tegi misol, katta perikroskalarning tegida qilishgan. Butun shahar tagida podzemniy yo'llar yo'q. Qaysidir joylarda parkovkalar bor. Ha, mana mashina ko'tarib qo'ygan, mana shu parkovkada. Videoda как будто бы yoki mashinadan tushamizda u yoqqacha yer tagida. Unaqa narsa yo'q-da. Ha, katta perikroskalar, katta nimalarning tegi anaqa bo'ladi. Parkovka. Endi institutlar bor bu yoqda, o'shalarga mo'ljallangan endi. Sharq bahor uzilmaydi-ku. U ham anaqa Yangi Toshkentni o'zi qurayotgan bo'ldi-ku. Sharq bahor deb reklama qilishib turasiz. Mana bu yerda уже почти bitkazib qo'yishgan ular ham. Plus-minus bir xil. Jiloy, faqat jiloy. 1,8 million kvadrat metr jiloy qurishyapti. Maketda bir vaqtda parkovka ko'rsatmagan mashinalar. Mana bizani o'zimizning loyihani oladigan bo'lsak, mana parkovka yo'q. Ko'rinishda tashqi parkovka yo'q-da. Tegi polniy hozir obyektga boramiz, parkovka. Va xo'lini ham tegi, hamma yoni tegi parkovka. Mana bunaqa ikkita blokning orasi даже mana bunaqa joy bor-ku, u ham podzemniy parkovka. O'zi 435 ta kvartira bo'lsa, 435 ta parkovka mavjud. Birga bir hisoblanamiz. Parkovka alohida anaqasi. Kadastrli, hammani o'zining oldiga chiqadigan. Alohida to'lov qilinadi. Bu yerda mana mahallalarga ajratishgan. Hamma yo'q, faqat anaqa emas. Mana shu atrofimda mana 8 etaj hamma. Mana 8. Anaqa rayon stilgacha to'g'irlashgan. Mana meni stilimga yaqin narsa qilinganda, amma ham yoqda high-techroq narsa boshlanib ketdi mana. Xudo ketdi high-tech. Hammasini o'zining anaqasi bor, kodi bor. Bir xil qiladi. Bitta rayonga kirsangiz, ko'rinishlar, etajlar hammasi bir xil bo'ladi. Uje quruvchilar между собой sifatida gaplashadi faqat. Vaqtida, tam plus-minus men ham 8 etaj, u ham 8 etaj qurib, fasadi ham bir xil bo'lgandan keyin talab bo'yicha uje bo'ldi bu yog'iga tezlikda, sifatda, bunda anaqa qiladi-da. Ha, odam faqat anaqani tanlaydi. Mana sifatliroq, mana sifat yoqmayapti yoki mana cho'zib qo'yapti, va'dani bermayapti yoki topshirgandan keyin ilib ketdi, bo'ldi. Topshirdi, ketib bordi, yo'qolib qoldi degan narsalar bilan solishtiradi shu yo'lga. Albatta direksiyani o'zi nazorat qilsa kerak pul ishlarga. Hozir nazoratda, gazning ham nazoratda, direksiya nazoratda. Bu mahallalar, bu hovlilar bo'ladi. Ha, bu endi uje bor, endi hozir bor-ku, endi bular faqat shunaqa tizib qo'ygan. Kelajakda qanaqa buni o'ziga xohlagan ko'rinishga olib kelishadi bilmayman. Bu yo'lda bo'yda hovlilar to'g'rimi? Ha, mana bu yerda hozir texnikum orqasida mahallalar bor. Uje jiloy mahallalar o'tdi. Ayoqda orqalariga tizganda yangi mahallalar. O'tdan bitta stil, mana domlarni qanaqa talab qo'yayotganmiz, shunaqa talablar qo'yib qilishyapti. Lekin men bilan ham hozir men rekonstruksiya qilaman, uyim 3 etaj qilaman desa, bu direksiyadan ruxsat oldi. Direksiya konseptimga to'g'ri kelmasa, bo'ldi, yo'q deyapti. Misol, bu mahalla kelajakda biz unda fransuzcha ko'rinishda ko'ramiz desa, bo'ldi. Rekonstruksiya faqat shunaqa stilli qilasan, o'zining uchastkasini ham, shunaqa deyapti. Bu park bo'ladimi yoki burchakda katta o'rmonga o'xshab? Endi uni hali detallari chiqmadi, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Mana anuni gap anaqasi bor. To'shda O'rta Osiyoda eng katta Disneyland bo'ladi, u bo'lib. Shu gaplar bor. Shu kutubxona bor, stadion anaqa faktlar, o'sha boshlangan qurilishlarda. Anaqagacha o'sha sentyabrgacha 30 mingta o'quvchilik institut ochiladi.
Birinchisi mana bu bo'lsa, ikkinchisi yo Westminster yo yana bitta institut bor edi. Shu boshlaydi. Ha, sentyabrda уже o'qish boshlanadi. Ana Nizomiy hozir 6 ta Toshkentda 6 ta joyga chochilgan ekan, o'shani hammasini bitta qilib, bu yerda bitta institut ochishyapti. 27 oxirida to'rtinchi kvartalda topshirishlari. Biz 27 oxiri deganmiz, no, men qurilishimni 26 oxirigacha bitqizaman. Men nima 27 oxiri deganman, chunki bu yerda kommunikatsiyani ham o'ziga o'zi tortish degan narsa yo'q. Buni mengacha tortib kelishligi kerak. O'sha men Qachon bo'ladi? yil oxirigacha deyishyapti. Endi men zapas qilib 2 yilda bitqizaman deb sotyapman hammaga. Mana qilmayapman. Keyin shifoxonalar haqida ham ma'lumot bersangiz. Shifoxonalar bo'ladi. Ha, shifoxonalar частный ham bo'ladi, davlatniki ham bo'ladi. Shifoxona degani faqat больница emas, ana целевой misol, onkologiya, u bu bor-ku, o'shalar ham bitta respublikanskiylar bu yoqqa keladi. Частныйlardan qaysilar qurilyapti xabaringiz bormi? Частныйda lotlar chiqqanlarni bilaman. Mana Mametlarda klinikalar bor. Sodaga chiqqanda endi toifasi klinika, avtosalon hammasini toifaga bo'lgan, misol olib boshqa narsa qurolmaydi. Men даже binoni Bizga yaqin qaysi nima bo'ladi? Maktab anaqalar bo'ladimi? hozir уже bu yerda maktab bor-ku, Sardor. Maktablar anaqalarni ko'rsat. Davlatniki hozir mavjudlarni bilsang ko'rsat ber. Bu bilmayman, o'zlarini kartada bor edi. Bu yerda mamlakatlarni har xil qilib tashlashgan, ya'ni 3D ko'rinishda boshqacha qilishgan. Nima maktabga o'xshayapti. Men orqasi deyman, o'shanga anaqa so'rayman-da, nima bu tushun. Lekin u yerda qurilish yo'q-da hozir. Bizning yonimizda Agar lot qilib olib chiqishmasa, hali beri men eshitmadim o'tirmandir tushun. Chunki men bu yo'lni o'zi yo'q hali. Bu park ham o'zgarmaydi, qoladi. Yo, park 2 gektar bo'ldi mana. U yerda mash turishi, u yerda ana binolarning sal figurasi u o'zgarishi mumkin, lekin mana shu bog' ko'rsatilgan joy bog' bo'lib qoladi mana hammasi bog' bo'lib qoladi. Maketda bitta ko'rsatilgan narsa masjid. O'sha qaysidir bog'larning ichida masjid bo'ladi deydi. Ha. Uni точно aytishmadi lekin hali. orqa taraflari park bo'ladi. Dubaylarda bor, har xil shaharlar. Maketini qo'yadi. И anaqa bo'lgan bu yerda mana. Bu ko'proq жилой, mana полный жилой massivlarda, biznes massivlar bo'ladi mana Mametlarda misol. Faqat ana mana administratsiya faqat. Hozir qanadan keldi? Yangi O'zbekiston tarafi shu yo'l qaysi? Yangi O'zbekistonning yo'li mana. Mana. Bunda qayildingiz, keyin keldingiz. Mametdan kirib keldingiz-da. Mametdan razor. Mana direkt mana direkt. Yo, Mametdan keldim, по-моему. Ha, siz mana bunda to'g'riga o'tib ketib, mahallanchi Mamet bilan kelgansiz-da. Yo'lni qilib qo'yibdimi, o'zi qilmabdimi? Yo'q, yo'l bor. U endi yo'q edi-ma, bir ikki oy. Vazirlikda turibdi faqat qayerdadir, ana sen ishdan qo'l. Ha. Shu yoqda vazirlik. Mana paka Mametga joylab tashlagan-da. Mashina keldim. Ha. 10 kun vazirlik o'tdi. Kommunikatsiya. Ha. To'rtta vazirlik, ha. Adina mana bunaqasi o'tib keldimi? Shunaqasiga keldingiz. Biz endi mana bunaqasiga keldik. Mametdan kirib. Lokatsiyalar shunaqasi ko'rsatadi. Bizga ham shunaqa ko'rsatasiz. Men bir o'sha lokatsiya bilan kirib, ana yo'l yo'q edi-da, siqib qo'yibdi deysiz, men hali ko'rmadim qolgan. Yo'l bor. Mana bu kanallarni ham o'zi quyib tashlagan. Hozir ketayotganda bunaqasiga yursanglar, mana bu yerda Lukoil turibdi-da, qayerdadir. Lukoil yonida mana shu kanal turibdi. Betonda bo'ladi hammasi. O'zi quyib qo'ygan. Bitirib qo'ygan. Yangi O'zbekistondan kelayotganingizda mana bu yerdan chirchi o'tgan o'zi. O'sha yerda quritib qo'ygan ko'rgan bo'lsangiz. Nega mana shuni qurayotgani uchun ana suv kelmay tursin deb chirchuni kanalini yopgan hozir. Kichkina Mana bular qurilmayapti, bular. Bular ham quriladi. Yo'q, bu mana Katlamanni turib, Dream City bu. Yangi Toshkent qurgan, ha. Hali boshlamagan bular. Yo'q, anaqasini Katlamanni qilib qo'ygan. Bularga talab qo'yilmagan misol qanchaga deyotgan boshqa. Qo'yilmagan ekan. Ba'zan avgustda boshlashi majburlab boshlashdi. Davay qilib. Endi bular bunaqa emas, bundan ham boshqacha konsepsiya qilgan. Bundan ham kam pasat qilib tashlagan. Orasi ochib, прогулочный zonalar, ana mana kanalni burib olib kirishgan bu yoqqa. Olib chiqib ketishadi. Ha. 1800 dan 2200 gacha narxga chiqargan. Ularnikimi? Kvadrat metr. Ular sotyaptimi, sotmayaptimi? Buni mashq ko'rayotgan maketimiz o'zi 4 yilga mo'ljallangan, lekin qisman mana birinchi liniyalar keyingi yil oxirigacha mo'ljallangan. Birinchi anaqa shunaqa. Birinchi deganingizda qaysi? Mana shu birinchi. Boshqa emas. Ha, bu birinchi faqat. U 3 dan 4 dan birida bu Toshkent. Ha.
Частный sektorini qilish mumkin. Davlatniki masalan. U davlat o'ziniki olib ketish ehtimoli katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizani aytayotgan Bizda turgan joyimiz mana. Ha, bu yoqda turibmiz. Ha. Aha. Siz qaysi tomondan keldingiz? Mana bu yo'ldan kirib keldingizmi? Mana yangi O'zbekiston tomonidan Yangi O'zbekistondan bundoq keldingiz. To'g'riga o'tib ketdingizmi, o'ngga qaytdingizmi? To'g'ri o'tdi. To'g'riga o'tib mana bunaqasiga kirib kelgansiz. Aha. Bu o'zi aslida yo'l mana bunaqa o'ngga betonkaga tushasiz. Betonkada razворот qilib mana bu yerdan kirganingiz. Yaqinroqda и mana bu yerdan o'tganingizda mana shu obyektimiz bizani. Mana betonkaning yuzida. Mana shu ko'chak. Shu. Mana G obrazli bizaniki. Mana bu 2 gektar bog'. Ha. Bu yerda ham bog' bor ekan. Ha. Bu biz davlatda bog' endi bizaniki emas bu. Nima o'rtasida yo'l tushganmi? Ha, mana bu ikkitami birga bo'ladi. Bitta anaqada. Mana bu yoqdagi tarafi отдельно turgan dombiga turadi. Chunki buning orasida yo'li bo'ladi. O'rtada ham yo'l bor ekan, tushunishim bo'yicha. Mana bu biza внутренний o'zimizniki bu. Bu mana bu yo'l mintaqasiga mana bu ketishga bu. Mahallani anaqasi o'zini. Hozir bu yoqqa borganda ko'rsangiz bu alohida narx chiqadi. Ha? Narx alohida chiqadimi? Qaysini? Anaqa obyektiv bilan bu bilan. Yo'q, bir xil. Endi men bitta, men kadastrim ham bitta. Просто keyinchalik men topshirganimda mana bu yoqqa yo'lni tushirishganda bo'ldi, bu уже ana o'zini hayoti bilan yashaydigan dom bo'lib qoladi-da. Chunki O'zi anaqasi boshqacha emasmi? Narxi. yo'q, narxida bor. Narxi yo'q, bir xil, ikkalovi bir xil qurilyapti. Hozir obyektga o'tamiz. Mana bu уже gazoblok почти bitib qoldi. Buni beton ishi oxiriga yetashib turibdi. Mana buni endi oxiriga bo'lib qazdik, chunki bularni ish ketayotganda armatura panelga mana shu tushadi, ya'ni. Hamma yoni billa boshlamadim. Lekin bu ham may oxirigacha уже betonni ko'taramiz. 8-etajga. Hozirgi 2ga chiqyapti endi. Qolgan ikkitasi. Mana bu 8-etajda oxirgi podol masalan 9. Mana bu уже betonni bishib, gazoblok ham tugayapti. Buni уже fasadi boshlanib, romlar qo'yildi. Kommunikatsiya ichki boshlandi bu yerda. Keyin men o'sha mamqomda o'tib keldim dedim-ku. Naryoqda qanaqadir vahshiy уже bitirib tashagan Mana. ular. Mana bu joylar. Mana buni ko'rdingiz. Sharq bahor. O'sha aytayotganingizmi? Ha. Sharq bahor ma'lum etmaysizmi hozir? Bu ham bor. U yo'q, U ikkita. Ha. O'sha ana aytganim shu, mana nima bu yon tanlaganim sababi mana bu yerda yerlar bor, mana bu yerda mana u et oldi, mana bu yerda yana yerlar bor, ayolida bor-da. U mana buni qurdimda, mana buni hali boshlanmagan misolda. Men qildi, mana buni bitiraman, yo'l turibdi, bemalol kirib yashayveradi. Bu mana shu uchun shuni tanlaganman. No tanlagandan keyin sekin bilaman, mana Dream City rast tanlagan bo'lsa bular. Ana mendan ko'p informatsiyaga ega, mendan anaqa katta odamlar u ham shu tanlashgan bo'lsa, yaxshi joy tanlamiz deyman. Ana bu park qayerda tushyapti shunda? Qaysi park? Katta bir park. Mana. Reklama qilyapti. Yo'q, orqada. Orqasida. Mana shu yerda o'z shahar ham qilyapti. Mana shu o'z shaharniki. Anaqalar ko'pmi? O'z shahar, boshqa. Ha, to'g'ri aytgan, faqat sizni kuzatib. Hozir qurilayotgan mana bizaniki. Anvar aka borlar. Mana biza qurayotganimiz o'z shahar qurilish invest, UET, Anvar akaniki mana shu taraflarda, qayerdadir, mana bu yerda. Yo'q, faqat yaganda ko'raman. Mo'jaz turibmi? Sizlar bu yoqdan bir kirib ko'raysiz. Yana Saudiyada qat bor, yana boshqa Saudiyada yo'q aka. Men o'zi bitta Sharq bahori bor. Sharq bahori bor. Ko'rganmi bittasini ham? Yo'lda kelayotganda mana bu UET tagida bor. Sizda hozir bitta shumi? Ya'ni yangi Toshkent bo'yicha yoki yana boshqa bormi? Yo'q, yangi Toshkent yo'q. Yangi O'zbekiston park orqasida hozir mo'ljallanmoq, xudo xolasa o'tda ham boshlaymiz. Qanaqa holatda topshirishdi, dom? Перегородка qilinadi, ichki kommunikatsiyalarni olib kirib beriladi, kirish eshik, rom, anaqalar. Hamma. Gaz bo'lmaydi shu. Yo'q, gaz вообще butun o'zi yangi Toshkentda bo'lmaydi. Отопление qilib bo'ladi. Davlat o'zi beradi, trubada park keladi deyapti. Men o'zim obyektda keyin qilaman. Teplobeynik qo'yib, kvartiralarga beraman. Buni ham xonani ichini balandligi qancha bo'ladi? Bu yerda balandroqmi yoki? Bu balandroq. baland Bu chiqadi, biznes klassku, bu yoqdan ha, bu yo'lga nisbatan baland. U yerda 285 chiqqan, u tozasi ham 3 chiqadi. Nima pishgan g'ish qilinmadi yo? Mumkin emas o'zi bu. Bu yog'iga pishgan g'ish 5 etajdan balandmi bo'ldi, pishgan g'ish bo'lmaydi. Parkovka narxi chiqmadimi? Yo'q, parkovka. Tegida ham bor edi parkovkasi. Полный tegi parkovka bilan. Bu yerda hamma ko'rganingiz tegi parkovka. Parkovka necha etaj? 1 etaj. 1 etaj. Просто 2-3 gektar hudud selikomda. Ana hovlini tegi hammasini. Bitta kvartira, bitta mo'ljallangan.
Atak narujniy ham bor, tashqariga. Tashqariga yo'q, tashqariga yo'q. Endi mana bu momentlar kommersiy bo'ladi, oldida ba'zi parkovkasi bo'ladi. Endi kechki payt bo'sh bo'lib tashab ketsa bo'lsa kerak, no. Bu meniki degan parkovka bo'lmaydi. U tani общий parkovkalarni bittasiga qo'yib ketiladi. Rahmat. Yangi O'zbekiston qaysi tomonda hozir bu yerda? Tushunmayapman. Yangi O'zbekiston bu yoqda. Chizmagan uni просто. Mana momentdan chiqdingiz. To'g'riga o'tib ketdim bo'lsa, mana shu pergoshka. Bu pergoshkani hali переделка qilishadi. Mana shunaqa ko'rinishda, bizani oldimizdan ham pergoshka. Aylanib bunaqasiga keldik-da biz hozir. Ha, mana bunaqasiga kirdingiz-da, bunaqasiga keldik. Bo'ldi, biz u yerda turibmiz hozir. Mashta turamiz. Bo'ldi. Endi tushunaman. Bu tramvay, bu metromi yo'q qanaqa? Qaysi? Metro yo'q bu yerda. Qani? Mana turibdi. Poyezd. Bu ham tramvay bo'lsa kerak, bu ham tramvay, okey. Ha, bu yerda hammasi tramvaymi? Bu tramvay, metro o'rtada o'tgan. Faqat U ana u yoq tarafdan anaqadan kirib keladi. Nima ana? Rohat tarafdan kirib, ichkariga kirib, aylanib qaytib chiqib ketadi. Ana uni yoqishga, ana yoqib olishibdi o'zi. O'sha yerda metro liniyalar bor. Ko'rsatgan. Bizga eng yaqini o'sha tramvay ekanda, shahar sentrovga o'tib ketish. Bu zakrytiy bo'lmaydi. Zakrytiy bo'ladi, zakrytiy bo'ladi. Mana bu polni bu hozir mana bunaqa tizib qo'yganu, menda o'zi mana bu joyi yo'q, mana shu joyi yo'q. Bu yopiq. Mana bu P-obrazka. P-ni o'rtasi bor. Bu yopiladi. Mana bu yo'li общественный joylar emas bu. Bu obyektni ichi bu. Shunda o'sha 3 ta domiz atrofi o'raladi demoqchi. Mana bu отдельно aylanadi, o'raladi. Mana bu ikkitasi отдельно o'raladi. Hozir joyiga borganimizda tushunarli ko'rinadi shuni. Metro yil oxirigacha o'sha anaqalari boshlagan buni. Ha. Mana bu yangi anaqa tushadigan aeroport. Ha. Mana bu joydan boshlanib, mana yangi Toshkent. Ungacha Toshkent mana bu. Bu yoq. Ha, mana yangi ulanadigan, yangi Toshkent kirib keladigan, mana rohat bilan kirib kelib, aylanib, yana qaytib chiqib ketadi. Buni mana shu birinchi hozir rejalashtirilgan liniya mana shu. Yil oxirigacha o'tgan. Ha, keyingi yil oxirigacha o'tdi, bilmaysan men. Ulgursa. Bu faqat yangi Toshkent ichi bo'ladi-da, tramvay. Podzemniy metromi, nadzemniy metro? Nadzemniy. Ha, nadzemniy. Qaysidir joyi agar podzemniy. Chunki maketda podzemniy ham bor ekan. Uzatib yuboringlar. Tramvay yaqin bo'ladi, metro 1 kilometr. Mana shu faqat butun yangi Toshkent. Eski Toshkent ham bundan boshqa. Sekin kattalashgan, anaqasini ko'rsatishganda. Ha, asrlab. Mana 16-yilda mana shu qo'shilgan joy. 16-yil qo'shilgan joylar. Bu yog'i 40,000 gektar bo'lsa, bu yog'i anaqa 20,000 da. 43,000 ga 20,000 shunaqa, почти eski Toshkentning yarmi bo'ldi. Bu maket turgani 6,000 gektarga turibdi. Misol, o'zi o'sha 20,000 bo'lsa, 3dan 1dan sal kamrog'i turibdi hozir maketdan. Mashitdan kengayarganda. Savollar qolmagan bo'lsa, o'zimizning obyektga borib qurilish ko'ramiz. Bu bizani prorabimiz, obyektimiz ana. Men buni qachon boshladik? Bu eng oxirgi boshladik. Bu anaqa shahar bedarvozamiz ekanda, bu hammasini akkuratni qil, kuniga 2 mahal kelib tekshirib, tozaligiga chiqaryapti direksiya. O'shanga hamma yon qasha qilib qura olmadik. Shuning uchun bularni qurib olgandan keyin buni boshladik. Qancha bo'ldi deysiz? 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oy. Lekin may oxirigacha buni ham o'sha 8-etaj qilib betonni tugatamiz. May oxirigacha? Ha, may oxirigacha. Chunki may oxirigacha обязательно. Birinchi mana saqich qilinyapti, undan keyin penaplex, undan keyin mana membrana qilinadi. Hammasi kitobda 3 qator yozganmiz, 3 qator qolmas ana. 2,5 qator bu narsa nima bo'lsa shunaqa. Tushunishimiz bo'yicha mana bu magazin hozir. Birinchi etajli nijiloy hammasi. Hammasi. Birinchi etajli banalligi ham 408 mi? Shunaqa. Ikkini ham banalligi qolgandan baravar. Sotuv chiqqan bo'laringizmi?
Yo'q, birinchi etajdan sotuvga chiqmaganmiz. U ham kecha o'rmonsoqlar tushuntirgandek, selvoy chiqaramiz. Do'konlar, restoranlar, chunki Yangi Toshkent talabi ham shunaqa. Hammasini restoran qilishga haqqim yo'q. Qanchadirini restoran, qanchadirini supermarketga, parikmakerskiy, stomatologiya uni aniq qilib berishgan. Mana shu ikkita dom podvoli bilan ulanadi, parkovkasi. Mana orasi ham parkovka. Mana bu yoqdan parkovkaga zaezd bo'ladi. Pandusi. Fon. Bir mametli bo'ladi, faqat nijiloy oldi bo'ladi. Atak dvorlarning ichiga mashina kirmaydi. Narxlarni qancha mo'ljallayapsiz parkovkani? Bilmayman endi, talabga qarab qo'yamiz. Kvartiraga qaraganda parkovka ko'proq bo'ladi deyishdi-da. Birga bir bo'ladi. Ha. Endi nisbatan ko'proq bo'lib qoladi, sababi 2-3 ta kvartirani olib bitta qilganlar bor-da. Yashashga qachon ruxsat beriladi bu ularga? Endi men zapas bilan keyingi yil oxiridaman. Zapas bilan keyingi yil oxir. Men hamishimni yil oxirigacha, mana shu yil oxirigacha bitkazaman. Endi bu yog'i davlat bilan bog'liq bo'lgani uchun to'shni kunini aytib aniq qilaman. Shuning uchun 1 yil zapas olib qo'yganman. No, davlat ham shu yil oxirigacha qilib beraman degan. Agar qilolmay qolsa, ulardan so'rab olaman. Shuning uchun men 1 yil zapas aytib olganman. O'zi mana shu yil oxirigacha bitkazaman deb. Avgustgacha fasadlarni ham bitkazaman deb hozir. Keyingi yil oxirini deb men stravka qilib olib aytganman-da. O'zi men shu qurib savdoga chiqmaganimni ham sababi neizvestnislar ko'p bo'ldi-da, kommunikatsiya qachon keladi, TP qanaqa bo'ladi, hamma o'shaning uchun men bitta muddatda aytolmaganim uchun quruvurdim-da, keyin sal etishganda men savdoga chiqdim mana oktyabrda. Qurilishni sentyabrda boshlagan edim. Mana shu turgan joyimiz sentyabrda birinchi betonni olgan. Zapaslar chiqishi ham sizga emas, ularga bog'liq. O'shaning uchun 1 yil zapasda. O'shaning uchun 1 yil, keyingi yil oxirida deb zapas olaman. Yuringlar. Sekin chiqaveramizmi tepa xatdan ikkinchi etajda ham mamyo'lari nijiloyda, o'shaning uchun ikkinchi etajda ikkita dona kvartiramiz bor. Ha. Bir bilan qo'shilib ikki etajli narsa sotiladi-da o'tlar. Bu yoqda fasadni namuna qilib qo'yganmiz-da. Fasad qanaqa bo'ladi? Qilinganmi? Plyonka, bazalt, membrana, kanaqa. Keramik rang. Mana shunaqa fasad bo'ladi. Izolyatsiyalarni namuna qilib ko'rsatganmiz deb o'tdi. Eshiklari mana shunaqa aniq edi. Endi bu benkan qo'yib ketibdi, Engelberg o'zi. Mana bunaqa romlarimiz hammasi Engelbergda bo'lyapti, 7000 seriyada. Eng qalin plastikda. Kvartira o'shanda kirish. Bu mana shu kirish, ha. Necha kvadrat Sardor bu? Bu 52 bo'lishi kerak. 2 xonali? 52 mi bu? Ha. 52. Bir xonaligi bormi? Bor. Bir xonaligi bor. Keling, men sizga ko'rsataman. Mana shu shaxtalardan ehtiyot bo'lamiz. 9-etaj hozir. Ha, 8 tomiga chiqdi-da. Ochiq holatda turasizmi? Yo'q, buni ustidan hozir penaplex qilamiz. Keyin undan keyin karkas to'qib, ana profnasloy bor. Hozir buni yana bitta sloy izolyatsiyasi qoldi, ikkita даже. Penaplex ustidan quymasini qo'yamiz. Hozir ustidan 10 sm penaplex, uni ustidan bir sloy salafan, qora salafan, uni ustidan 5 lik setka, setkaning ustidan 5 sm xanlikda step. Undan keyin tomni yog'ochlari Men izolyatsiya qilib buni sirasi qilib ruxsati yo'q. Ruxsat bo'lmaydi. Mana o'zim yaxlib turdim, meni urib qo'yib bo'lishgan ekan. Anaqani ko'rsatmoqchiman. Vid qaysi biri zo'r deydi. Kimdirga yoqyapti. Olimpiyskiy garadok, O'zbekiston park. Misol o'zim rakatlayman. Salyut ko'rinib turardi oldin. Ko'rmayapti, mahalladoshlarim kelyapti. Mana shuni qilib ber, salyut ko'rinsin deyapti. Endi bolalar bilan har yil ko'rgan, endi ko'rmayapti. Mana men tortdi hozir salyutni. Kimdirga bot yoqyapti. Bu yoni ko'ryapsiz. Vidni o'zidan ishqiboz bor. Bu yoni vida Yangi Toshkent ichi. Anaqa destushi bo'ladimi Yo'q. Destushi bo'lmaydi. Еще
Sentralda balandroq bo'ladi do'sti. Hisobga to'silib qolmasa. Yo'q, mashra yo'q, meni ko'ryapsizmi buni? Bandan balandi yo'q, bir xil hammasi. Masalan, baland binolar ko'rinadi nima? ko'rganim yaxshi ekan. O, yorodi balandroq tushadi, yorodi balandroq tushadi. Mana misol anu turgani o'sha baland. Menikidan baland 16 etaj qo'ydi. Tepasi nima bo'ladi? Tom bo'ladi. Hozir buni ustidan penaplex 10 sm, uni ustidan quyma izolyatsiya qilamiz. Uni ustidan karkas to'qib profnastil yopamiz. Ano, suv o'tmaydigan qilib tepasiga. Nima bo'ladi? Yo'q, unaqa Nima? Profnastildan bo'ladi. Yo'q, yo'q. Bu qilib bo'lmaydi. Ko'p joyda shunaqa qilishadi. Nima anumi? Chiqarib oldi. Penthouse-mi? Nima deydi? Men Yakkasaroydagi obyektimizda o'zimga qilib olgan, bizdirdi-yu. Yaqinda video chiqib ketib, ani qurib olibdi, u yoqqa bittasi chiqarib yubordi. Biz tashlashdi. Texnik savolim bor. Birinchisi stроительный lift. Yo'q, yo'q bo'lmaydi. Bitta lift bo'ladi. Faqat bittani montaj uchun narsalar uchunmi? Yo'q, unaqa Ya'ni bo'lmaydi. remont qilish paytida Remont qilish paytida mana shuni penaplex bilan obshit qilib, gips karton obshit qilamiz. Og'ir bo'lmagan narsalarni, masalan, bir qopda rotmi, potmi, aboy, paboy, mebelli kichkinalarni olib chiqib urasiz. Atak misol semonni olib chiqib, qum olib chiqib, unaqa narsa bo'lmaydi. ha, biz olib chiqishga majbur bo'lmaymiz. Shunaqa. Ha? Mashina chaqirib. Anaqa qo'yamiz. Biz obычный obyektimizga anaqa qo'yamiz. Manipulyator bor-ku, liftga o'xshab olib chiqadi. Ikkinchi savol. Yong'in xavfsizligiga qaraydimi? Полный пожаротушениялari bo'ladi. Bu yerda подземный parkovka bo'lgani uchun dim udaleniyalari bo'ladi. Pastda o'zini tushing. Uylarda ham bo'ladi. Uyda bo'lmaydi. Uyda dim udaleniya shaxtaning ichida anaqa bo'ladi. Endi u anaqaga ko'proq kuxnyani hidini olib ketish uchun bo'ladi. Пожаротушение xonadonning ichiga biz qilmaymiz. U koridorlarda bo'ladi, полный hammasida. Liftlarda bo'ladi. Xonadonning ichida endi kim o'zi xohlasa qo'yishi mumkin, anaqa qo'yilmaydi biz tomondan. Yana bitta savol. Misol bor pulini tikib, uy olgan odam yilning oxirida ko'chib kela olmadimi yo'qmi? Mana shu yil oxiridami? Endi aytgandek kommunikatsiya Sizga eng chekkada ekanda, menimcha bo'laveradi degan bir fikrga keldim hozir. Endi qilib bersa bo'ladi. Toshkentda yoki Qo'yliqda qurgan obyektimni olsam, o'zim tortib kelganman. 5,5 kilometrdan anaqa tortib keldim, sim tortib keldim. Suvni 82 metrdan o'zim suv olib chiqdim, misol. Kanalizatsiyasini o'zim qildim. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Men pulni to'laganman, menga qilib berishligi kerak, davlat qilib berish kerak. Hamma o'zi qazi, aynitan tort, unaqa narsa yo'q deb o'tdi. O'shaning uchun o'zim qo'limda bo'lmagani uchun to'shni muddatini aytolmayman. Atak bular har oy keyingi oy deyapti, misol. Yo'q. Lekin men bu yoqqacha olib kelgan tepani. Mana obyekt gosprimka boshlanadi yaqinda. Qo'shni obyektimizni. Bular boshlanadigan bo'lsa, sizga ham o'sha keladigan so'z. Mana shu yoqqa tepa kelgan, bularga anaqa tok keldi o'sha. Shu tepadan sizlarga Endi bizga berish kerak. Uynimi? Uyni aytdilar-ku, ana parovoy nima dedingiz? Uyni qizishi? Ha? Nima? Kotel bo'ladi. Parovoymi? Parovoy beradi, teplobmennik bilan biz beramiz keyin sizlarga. U shahardan beriladi. Ha. Shunaqa bo'ladi. Yo'q, shartnoma. Ha. Hozir o'zi bosiladi. Ha? Yo'q, bizda auksion emas. Ular shasni. Endi kelishdingizmi? Men endi keldim, lekin 5 ta Qachon oldingiz? Qancha bo'ldi? Kutuvmidingiz? Mashinani ko'tarib qo'yganimizdan? Kutmadim, mahalla yo'q narsa deb o'yladim. Hozir ko'rib tursam. Mana bu gazoblokam O'zbekistonda eng qimmat Arton gazoblok ishlatyapmiz. Aytmoqman, bu yog'iga faqat sifatni talashadi, o'shaning uchun eng sifat armaturani ham 1 grammini ham Mesni yoki Xitoy, u buni Qozon yo'q, hammasi rossiyskiy A500 armaturada ishlatyapmiz. Ha, pastda 3-chi etajda namuna qilib qo'yganmiz-ku. 3 sloy izolyatsiyasi bo'ladi. Undan keyin keramogranit bo'ladi. Mana bu birinchi sloy izolyatsiyam. Bundan keyin hozir yana bir 15 sm izolyatsiya tushadi. Undan keyin oddiy tomya bo'ladi-yu. Ha, profnastilda bo'ladi. Yo'q, 30 sm gazobloklar. Bu как бы магистрал. Ha, o'zini, ha. Mana mahallalarning o'rniga ham mana boy maketni ko'rganimizdagi bu yerda ham narsalar tushadi. Yo'q, bu yerga ham domla tushadi. Ha. Bo'ldi, sekin tushib obed qilamiz endi.
olib etmoqchi bo'lib qoldim. Uslubiga anaqa bo'ladimi? Qanaqa narxini kelishib Bo'ladi, berasiz? bo'ladi, Gaplashish barchaga kerak, yo'q, bo'ladi. o'sha endi o'tirib turarmiz aka. Turarib odamni. Yo'q, endi proyektlar bor. Ha, Necha yo'q, pullik bo'ladi, narsa bo'ladi. birinchi bitta bular bilan kelishib, Ha, 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 narxi keyin to'g'ri sizga kelsa, chiqadi. keyin misol bo'ldi, men bular ma'qul bo'ldi desa, keyin baribir gaplashamiz. Qilsa bo'ladi-ya ular. domga qatdan bo'ladi. Mana domga kelasiz, podyezdga kirasiz. Mana qarang, mana bu yoqda yo'l tushadi, mana bu yerda xazina parkovka ketadigan yo'l bo'ladi. Endi peshkom kelsangiz, bu yoqdan ham, u yoqdan ham hamma yog'i yo'l, to'rtta taraf yo'l buni. Любой tarafdan kiriladi. Atak mashina bilan mana bu yerdan kiradi. Yo'q, menga yo'l kirgandan kolyaskalar qo'ysa bo'ladimi? Ha. Podvolda bor-da u. Mana masalan o'sha kolyaska. Ha, lift podvolga tushadi. Podvolda. Lift Parkovkaga podvolga tushadi. Mashinani qo'yib birdan o'sha podvolni o'zidan yuqoriga. Ko'chada aylanib kelsangizchi, yana podvoldan chiqasiz. Hovlariga chiqib kelasiz. Birinchi etaj chiqasiz. Keling siz. Mana Elyor sanab qara. Birinchi qavat. Bu past parkovka. Magazin ham bor sotuvga. Yo'q, hali yo'q sotdim. Ha. Kadastrli o'zingizlar nomiga chiqilgan. Masalan, joy olmaganda qayerga qo'yadi mashina? Bormi? Endi mana bu yoqda parkovkalar bo'ladi. Endi ana общественный parkovka-da-ku. Borligi bor, ana tekin emas-da. U kadastrli sotib olinadigan, sotib olinadigan parkovka. Sharoitga qaramasidan bir kishi olmasa agar bormi deyiladi. Dom o'tkazganda parkovka bo'ladi deganida. Ikkita kvartira. Yo'q, rashot shunaqa olingan. 436 ta kvartira, 436 parkovka rashot olingan. No, u kadastrli kvadrat metr o'z nomingizga chiqadigan narsa. U pulli bo'ladi. Yo'q, uni hali suvda olib chiqmadik, chunki anaqasi yo'q. Proyekt hali. Ama nechta konkretni deb davlat ruxsat berish kerak deb ana shuncha songa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz tanishtirsangiz? Men ismim Mehruz, Navoiydanman, Navoiy shahardan. Meni do'stim Shohruxjon uy olgandi. Biz o'sha 3-marta kelishimiz. Birinchi marta kelganimizda ko'rib ketib, ikkinchi marta kelganimizda xarid qilganmiz jo'ram. Undan keyin mana 3-marta tashrif buyuramiz. O'sha dom qurib bo'lyapti. Pashta tugadi. Bizda ishonch baland. Hozir niyat qilib ketdim, jo'ra yonma-yon qo'shni bo'lamiz. Xudo xolasa mana shu yil oxirigacha naqd pul to'lab, men yana bitta olaman. Hojimurod akaga ham aytdim, aka, bir yordam qilasiz, men naqd to'lab, onamni to'lagan kunigacha men yana bitta olaman shadi. Shu yaxshi niyat qilib keldik, hozir ko'rdik, ko'zimiz bilan ko'rganimiz uchun ishonch baland bo'ldi. Endi boshida kelganda hali qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, yangi O'zbekistonga odamlar tayyormi, yo'qmi, o'shani ozgina afsuslar bo'lib qoldi. Mana o'z keldik, ko'rdik, har bitta narsani elementi bilan tushuntirdilar. O'sha ishonch juda baland bo'ldi. Endi qo'rqmasdan barcha navoiyliklarni, o'zbekistonliklarni kelib olishini tavsiya qilamiz. Haqiqatan ham zo'r. O'zingiz qurilishni ko'rdingiz. Ko'rdik. Bu yoqdagi rivojlanishni ko'rdingiz. Shu haqida yana ozgina fikringizni aytsangiz. Qurilishda hech qanaqa kamchilik yo'q. Hamma narsani ko'rdik. Даже melish narsalargacha pastda tushuntirib berdilar. Har bitta detallarni. Hammasi yo'qdi. Yoqqani uchun hozir niyat qilib qo'ydik. Tez orada yana bitta uy olamiz. Xudo xolasa qaysi oyga? Uzog'i endi yoz oxirigacha. Bo'ldi, xudo xolasa. Faqat men naqd qilib olib ketmoqchiman. Bal tezlashganingiz yaxshi, chunki uylarimiz soni baribir kam qolgan, yarmi sotib bo'lingan o'zi. Nasib bo'lsa olib qo'ysak ham hech kimga aytmaymiz. Onajonim tug'ilgan kun noyabrda ungacha nasib qilsa balkim kirib yasharmiz. O'sha payt birdan sovg'a qilib berish niyat bor. Nasib, xudo xolasa. O'z kelishimizda maqsadimiz ham shu edi. Yana bitta xarid qilish, shu do'stligimiz yonma-yon bo'lsin. Chunki Navoiyda ham uylarimiz yonma-yon, Toshkentdagi uylarimiz ham yonma-yon bo'lsin degan maqsadda keldik.
Sizlarga kattakon rahmat. Bizlarga shu tushuntirib berganlaringiz uchun, chiroyli mehmon qilganlaringiz uchun. Nasib bo'lsa, ishonchimizda oqlasizlar. Xudo xohlasa. Rahmat sizga. Xayrli bo'lsin. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik, charchamayapsizmi? Xo'p, bugungi ochiq eshiklar kuni haqida fikringizni aytsangiz, o'zingizni ozgina tanishtirib, fikringizni ayta olasizmi? Ismim Nurbek. Qashqadaryodan keldik. Yaxshi, yoqdi obyektlar. Qoniqarli. Endi ofisga borib, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Uylar haqida yana ma'lumot olasiz. Umuman yangi toshkent haqida fikringiz qanaqa ekan? Qurilish, uni o'sish jarayoni, fikringiz? O'sish jarayoni o'zi juda tez. Yaxshi. Biza boshida katlamon paytida uspet qilmadim. Mana hozir endi uspet qildik, pul topib. Xudo xohlasa. O'zingiz necha xonali mo'ljal qildingiz bu yerga? O'ziga yoqqani qaysi ekan? Endi bizlarga Ogildagi tomon yoqdi 83-84 kvadrat. 3 xonali bu. Zo'r planirovka bo'lgan. Ikkita oknasi bor ekan, derazasi. Yashashga olmoqchimisiz, investitsiyagami? Yashashga. Tushunarli, zo'r. O'zi bu yer yashashga ham juda zo'r joy. O'zingiz ko'rib turibsiz. Havosi, men boshqa qulayliklar haqida ham qanaqa taassurotga ega bo'ldingiz? Qulayliklari yaxshi hammasi. Bu yerda havo aylanishi ham o'ziga tog'ga yaqin. Bu yerga o'zi shahardan sal uzoqroqda. Shunaqa. Zo'r, rahmat, xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirsangiz? Musulmonqulova Feruzima, Toshkentda yashayman. Hozir sizlardan bu yerdan bu obyektdan uy sotib oldim. Eng baland etajdan oldim, chunki butun orqa tarafdagi tog'lar manzarasi ham juda ham ko'rinishi chiroyli. Bu yoq tomondan yangi O'zbekiston. Juda ham chiroyli, rosa xursandman. Chunki sizlarni 1 yil, 1,5 yil mobaynida qarab yuraman-da. Ana olaman, mana olaman. To'g'risini aytsam, undan oldin samniyam bor edi. В каком смысле? Это yangi qo'ylu masalasida. Vaqtda topshirar ekanlarmi, nima qilar ekanlarmi, juda ham yosh stроительlar nima bo'lar ekan, lekin молодец. Endi juda ham yosh bo'lmaydi, chunki bu 13 yil yoshlarda. 13 yil bo'lib qoldi. В нашем возрасте yosh o'zi yoshdan yosh qurish kompaniya. Da, все-таки qizim bilan teng yoshli yigitlar, o'shaning uchun juda, lekin молодецlar. Ishlaringizga omad. Вообще super. Xursandman sizlarni shunaqa joydan uy olganimga. Yangi Toshkent juda ham tez rivojlanyapti. To'g'risini aytsam, bu yangi Toshkentda почти qurilayotgan obyektlarni ko'pini aylanib chiqdim. Pul masalasi, narx masalasida eng chiroylisi sizlarniki. Chunki hamyonbop o'sha bo'lib berishda ham, naqdda juda ham katta skidkalar bor. Hozir men naqd oldim. Bo'lib berishga olishni ham maslahat bergan bo'lardim, chunki hammada ham naqdga imkon bo'lmasligi mumkin. Bu hozirgi siz olgan narx o'sishiga qanaqa fikrdasiz? Siz olgan narxdan bu yoq o'sib ketishi yana 3-4 yilda siz olgan narx. Bu ancha-muncha o'sadi. Ancha-muncha o'sadi. Men o'sha boshida katlaman payti hali yopuv sotuv bo'lganda olishim kerak edi. Hali bu rivojlanib, mana bu institutlarni o'zi tushgan, anaqa universitetlarni o'zi tushgandan keyin o'sha butlar narxlari oshib ketadi. Tем более 1 yil, 2 yil, 3 yilda вообще baribir ham kommunikatsiya sifatida ham baribir ham yangi Toshkent, bu yangi Toshkent bo'ladi. Shunaqa. Zo'r. Tabriklar, xayrli bo'lsin. Yaqinlaringizni ham taklif qiling. Omad sizlarga ham. Rahmat. Xo'p. Mana akani usta yoqib ekanlar. Assalomu alaykum. Oldin ko'rishib olamiz. O'zingiz tanishtirsangiz? Ismim Shahzod. Shu yerdan Osona vatandan dom oldik. Zo'r. Xayrli bo'lsin. Xo'p. O'zingiz mana real qurilish jarayoniga keldingiz, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Yangi Toshkent haqida, bizning Oston loyihamiz haqida qanaqa fikrga, xulosaga keldingiz? Men o'zim shu yerda vazirlikda ishlayapmiz. Vaqtinchalik binoda o'tiribmiz. Shu keyinchalik shu yerda ishxona bo'ladi deshganga shu yerdan qiziq. Shu birinchi bo'lib qiziqqanimda shu yerda sizlardan chiqdi variant, Oston vatandan. Shunga shu yerdan qaror qildik olgani. Xudo xolasa, mana o'sha yarim yilda shunchalik shu darajaga kelibdi. Bu yog'iga ham o'ylaymiz, shu tezroq bitkazib, tezroq ko'chib kelish niyat bor. Shunaqa. Necha xonali uy olganingiz bu yerda? Bu yerdan
4 ta bir xona, 2 ta 2 xona oldik. Jami 5 ta oldik. Zo'r, gap yo'q. 100% to'ladamida bu yoq bo'lib to'lash? 100%. Zo'r, xayrli bo'lsin. Endi bu yoqni o'zi yangi Toshkent haqida qanaqa fikrga keldingiz? Yangi Toshkent ko'rdik. O'sha boya maketlarni kirib ko'rib chiqdik. Xudo xohlasa kelajakda juda chiroyli. Tog'larga, toza havoga yaqin. Manzaralar chiroyli. Ostona loyihamiz joylashuvi haqida qanaqa fikrdasiz? Joylashuvi yaxshi. Hamma taraflama. Shu eski Toshkentga ham, yangi Toshkent markaziga ham hamma yoqqa yaxshi. Tushunarli. O'ziga manzil jihatdan, lokatsiya jihatdan qulay bo'ldi. Endi narx o'sishi haqida qanaqa fikrdasiz? O'zi qanaqa prognoz berasiz bu yoqga? Menimcha o'sha oshib bo'ldi narxlar. Oshdi. Hali 2-3 yilda yangi Toshkent bitishi boshlaganda, loyihamizni topshirishga yaqin qolganda, topshirganda. Men o'ylayman, oshadi. Yaxshigina oshadi. Chunki oddiy yerlarni olib qaraganda, o'sha 2-3 yil oldin oddiy yerlarni o'zi ham hozirgi kunga nisbatan 2-3 barobar oshib ketdi-da. Quruq yerlarni o'zi. Boshqa o'zingizni tanishlaringizga yoki bizni kuzatib turgan odamlarga investitsiyaga taklif qilgan bo'larmisiz yo'q? Taklif qilardim. Men o'zim tanishlarimga ham ko'plarga taklif qildim. Kelib qiziqib ko'rib ketganlar ham bor, olayotganlar ham bor. Rahmat. Xayrli bo'lsin uylaringiz. Salomat. Uylaringizga ko'chib olish nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingiz sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hop, sizdan ozgina intervyu olmoqchi edik. Siz gapirasiz? Buxorodan keldik, loyihalarni ko'rib, qo'yish xursand bo'ldik. Kачествоga gap yo'q. Ana hamma joyni ko'rdik. Ikkinchi etajga chiqib, ayniqsa shu balandagi qavatdagi uy yoqdi bizga. Bu yoqqa qarab yuribdi, tog'ga qarab, bu yoq yo'lda. Yana bu kishiga nasib etsa, xonadonni ayolingizga oldingiz. Ha. Ofisga boramiz. Inshaalloh shartnoma tuzamiz degan umiddamiz. Xudo xohlasa. Juda yoqdi ishlarimiz. Mehmondorchilik yoshi zo'r. Rahmat ularga. Xursandmiz. 8 soat yo'l o'tib keldik Buxorodan. Gap yo'q. Instagramdan ko'rdingizmi? Instagramdagi reklamalarimizni kuzatib Buxorodan keldik. Rahmat, hurmat ijodlaringiz uchun rahmat. Zo'r, kачествоga gap yo'q. Hamma joyni aylanib, prorablarni ko'rsatib, hamma xonadonlarni chiroyli ko'rsatib, aniq fikr bildirib, bizga tushuntirildi-da. Bir xil joy ofisga borasiz, na e'tibor, na nima, o'sha uchun bu yerga gap yo'q. Zo'r. Ishlaringizga baraka bersin. Rahmat. Oldin olmaganingiz bizada? Yo'q, oldin olmadim. Yaqinda eshitdingiz hali. Ha. Hali yaqinda Instagramdan kuzatdik. Qiziqib keldik. Hozir ofisga boramiz. Xudo xohlasa. Shartnoma bilan chiqamiz. Iloyim. O'shanda ham sizdan intervyu olish nasib qilsin qolganingizda. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Hop. Omad Rahmat. sizlarga ishlaringizga. Rahmat katta. Hop. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Hayitbo'yman. Shaharda ishlayman, o'zim Farg'onalikman. Shu restoranda ishlaymiz. Juda zo'r, obyektlar cho'tki, hamma narsa joy-joyida, tez juda ham. O'tayim, bunaqa tasavvur qilmadim. Zo'r. Tezlik bor, lekin sifat ham alohida tekshiriladi. Sifat ham alohida zo'r. Alohida tekshiryapti. Xo'p. Qurilishdan tashqari loyihani, yangi Toshkent loyihasi qanaqa o'ziga fikringiz? Hamma tomonlama yaxshi. Hamma tomonlama zamonaviy, yangi hayot, hamma tomonlama zo'r. Misol sizga nimalar yoqdi bu yoq? Bu yoqda endi hamma qulayliklar bor. Havo toza havo, birinchi o'rinda. U yoqqa ham yaqin, shu shaharda ichiga ham yaqin, metro kelar ekan. Fontan, bog'lar, yashil zona, hamma narsasi yaxshi. Shunaqa. O'zi uy olish rejangizda bormi? Bor. Aynan qayerda olmoqchi edingiz? Mana shu atrofdan, sababki men betonga, vodiyga chiqib ketishga ham, eski shaharga kirib ketishga ham, bu tomonga ham, mana shu o'zi shu atrofni ko'rib yuraman. Ha, shu atrofda turasiz. Zo'r. Siz narxlar bilan tanishdingizmi? Ostona loyihasi bo'yicha. Yo'q, Endi. Lekin o'zingizga loyihani o'zi yoqdi. Qanaqadir boshqalarga ham bu yoqda olishni tavsiya qilarmidingiz? Tavsiya qilaman, zo'r. O'z olish bo'yicha fikringiz qanaqa o'zingizni? Fikrim yaxshi, hamma narsa yaxshi. Hammasi. Qachon olasiz deb so'rayman. Xudo xolasa bugun boraman, obyektdan keyin. Bugun borasizmi? Ofisga boraman, ha. Zo'r, xudo xolasa. bilan gaplashdim. Gap yo'q, xudo xolasa. Shu yerda bor maketlarni yaxshilab hammasi shart. Zo'r, bu yoqda ham maketlarimiz bor, menejerlarimiz bor. Xudo xolasa loyihamiz ma'qul kelganidan xursandmiz. Agar ofisimizga boradigan bo'lsangiz, o'zlari chiroyli narxlarni qilib berishadi va siz o'zi bu loyiha ko'pchilikka mas'ul kelgani uchun sotilish ham tez bo'lyapti, ertaroq harakatga keladi albatta.
yaxshiroq planirovkada olishga ulguradi. O'zi hamma loyiha yaxshi, baribir hammani o'ziga yoqadigan loyihasi bo'ladi. Aka, salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj. Rahmat. Hop, bu yerda ham bir akamiz bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Hop, tepaga chiqib tanishib ko'rdingizmi loyihamizni? Tanishib ko'rdik aka. Zo'r. O'zingizni tanishsiz birinchi? Ismim Rasul aka. Qayerdansiz? Chirchiq shahridan. Ha, Chirchiqdan. To'g'ri, bu yoqdan kelsangiz bo'lar ekan. Hop, Ostona loyihamiz, Yangi Toshkent loyihamiz haqida fikringiz. Yangi Toshkent o'zi aka juda chiroyli. Bizga yoqqan tarafi eko shahar, yashil shahar. Gazdan voz kechilgan. Tabiati, bizga xursand qilgan narsasi, domda o'zini yonida 2 gektarli bog'i bor. Biz uchun katta plyus. Lekin qurilish ham juda chiroyli chiqqan, sifatli, ko'rdik, yaxshi. Zo'r. O'zingiz uy olish rejasida bo'lganmidingiz? Qayerda olmoqchingiz aynan? Toshkent shahridan olmoqchi edik, hozir niyat o'zgarib turibdi. Xudo sanashdan olamiz. Demak, bu yoq yoqib qoldi sizga. Tushunarli. Qachon endi to'lov qilish yoki xonadon xarid qilish rejasida turibsiz? Xudo xolasa bugun boramiz ofislaringga. Bugun ofisga borasiz, xudo xolasa. Olamiz. Umuman bu yerda yashashga qanaqa fikrdasiz? Yashash uchun, investitsiya qilish uchun qanchalik jozibador? Xo'p, endi yashash uchun juda jozibador aka. Chunki parklar joylashuvi keyinchalik kelajak shahri bo'lgani uchun bizni ancha o'ziga qiziqtiryapti. Xudo xolasa o'zimiz yashash uchun, siz investitsiya uchun emas, yashash uchun juda chiroyli. Shunaqa. Boshlagan tavsiya qilasiz. Albatta. Tushunarli. Unda sizga oladigan o'yingiz xayrli bo'lsin deymiz. Ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xo'p, loyihani tanishib chiqdingizmi? Qurilish jarayoni bilan? Zo'r. Birma-bir, mayli. Mayli, akam sizdan boshlaymiz aka. Siz o'zingiz tanishtirsangiz birinchi. Motam Ahmad. Bu joylarni ko'rdik, havosi keldi. Biz endi bu yerda xudo xolasa buni orqasidan kelayotganlarga ham Alloh bu manzilni buyursin. Bundan ham chiroyli joylar nasib qilsin hammaga. Buni qurayotganlarga ham Allohim omad darvozalarini ochsin. Alloh ishlarini xayrli bo'lsin, davomiy bo'lsin. Mashkurlarga kelman, necha yildan keyin sho'tlar bilan obod bo'lgandan keyin ko'rib ketish nasib qilsin. Allohim o'ylagandan ham yaxshi afzalli ishlar bo'lsin. Egasini taniymiz, qurayotgan boshlarni Alloh rahbarlarini Alloh omadini bersin. Mana shu duolarimizni Alloh quruq qaytarmasin, ijobat bilan. Oilasi tinch, xotirjamli bo'lsin, ishlarining rivojini bersin. Amin. Allohu akbar. Hop, o'zingiz qayerda turasiz hozir? Hozir men anaqada turaman, Uzumzorda turaman. O'zi xonadon olish niyatida yurganmidingiz? Biz bu yoqqa mehmonga keldik, ko'rib ketgan. Endi xudo xolasa bola chaqaga olib, niyatimiz bor, bolalarga olib qarab yuribmiz, xudo xolasa. Bolalaringiz bu loyihani, bolalaringizga olishga qanaqalik yoqdi sizga? Qanchalik to'g'ri kelar ekan? Har tomonlama havosi toza joylar, endi bu yerda keyin obod bo'ladigan joylar desak, xudo xolasa. Shunaqa boshqalarga ham tavsiya qilasiz? Albatta. Tavsiya qilamiz. Hammaga nasib qilsin. Keyinchalik bu joylarga yurib ketish ma'lum-da, endi hozir ko'rib olsa hamma shunaqa olib boshda bu o'z ko'rinishi ma'lum, juda toza havoli joylar, bahor joylarda. Shunaqa. Yangi Toshkent kelajayi bor joylarda. Shunaqa. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p. Mana Yangi Toshkent shahridagi Ostona loyihamizda ham ochish kunlarini o'tkazib oldik. Olgan mijozlar ham keldi, olmagan mijozlar ham keldi. Hammaligini qurilishlarimiz bilan, Yangi Toshkentni o'zi bilan tanishtirib chiqdik. Men ularga yoqdi degan umiddaman. Olganlar xursand bo'lib ketdi, olmaganlar hozir ofisimizga xonadon xarid qilish uchun ketdi. Sizda ham olish niyati tug'ilgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotni olib ofisimizga kelishingiz mumkin.